Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Keyingi 8 yilda mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Xorazmda ham keng ko'lamli bunyodkorliklar amalga oshirilib, yurtimiz butunlay yangicha qiyofa kasb etmoqda. Xorazmda o'tgan 8 yil davomida 35 trillion so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, birgina 2025-yilning o'zida 12 trillion so'mlik pudrat ishlarining bajarilishi rejalashtirilgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bugungi kunda vohamiz o'zining yangi bunyodkorlik bosqichiga qadam qo'yib, tarixiy va zamonaviylik uyg'unlashgan pallaga kirmoqda. Xususan, zamonaviy turar joylarni o'zida jamlagan yangi O'zbekiston massivlari barpo etilmoqda. Yo'l va ko'priklar rekonstruksiya qilinib, Toshkent, Xiva, Urganch yo'nalishida turizmga xizmat qiluvchi infratuzilmalar rivojlanmoqda. Oqova suv ta'minoti, ichimlik suvi va energetika infratuzilmasi bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Mana shu turgan joylarimiz qir edirlik edi, toshliq edi. Bu yerda hatto mol boqish ham imkoniyati yo'q edi. Jayrlik desa bo'ladi. 3-4 yil ichida katta bir tuman markazlaridan qolishmaydigan ajoyib bir yangi O'zbekiston massivi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'p qavatli binolarning yonlarida bolalar bog'chasi, oilaviy poliklinika, mana ko'p qavatli binolarning atroflarida bolalarimiz o'ynaydigan o'yingohlar qurib foydalanishga topshirildi. Oddiy misol qilib aytsak, mana shu yerga yangi O'zbekiston massiviga kelish uchun 2 kilometr joyi yo'llari beton qilindi. Yo'lning ikki tomonidan yo'lakchalar qilib berildi. Hozir tunda yursangiz, kunduzi yurganday bo'ladi. Bolajonlarimiz ham bundan nuroniylarimiz ham xursand. Uyli bo'ldik, 2 xonali uyimiz, hamma sharoiti bor. Biza bir joy solish uchun yillar vaqt ketgan. Tayyor joy. Maktabimiz bo'yina, bolalar uchun bog'chamiz bor, punktimiz bo'yina yaqin. Uzoqqa borib avvalda hovlida yashaganmiz. Bizlarda gaz yo'q edi, peshlarga ko'mir saladik. Hozir shu muammomiz yo'q. Viloyatda joriy yil 12 trillion so'mlik pudrat ishlarini amalga oshirish orqali qurilish sohasida 11 ming nafar aholini band qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, davlat dasturlari doirasida 433 ta obyektlarda qurilish-montaj ishlari olib borilmoqda. 660 ta ko'p qavatli uylar qurilib, 20 mingdan ortiq oila yangi xonadonli bo'ldi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Xorazm viloyatida joriy 2025-yilda 200 ta ko'p qavatli uy joylar va ularda 7 ming ta xonadon qurilishi rejalashtirilgan. Shu kungacha ulardan 62 ta uy, 1671 ta xonadon qurib bitkazilgan. Yildoshlarimizning bu bunyodkorliklardan g'ururlanib gapirishida asos ko'p. Masalan, yaqin 10 yillikda 2, 4, 5 qavatdan oshgan bino qurilmagan. Bugun esa asosan 7, 9, 16 qavatli uy joylar barpo bo'lyapti. Demak, qurilish sohasida katta islohotlar ro'y berdi. To'proqlar tumani viloyatimizning eng chekka va uzoq tumani. Shunga qaramasdan sanoati juda ham rivojlangan. Oxirgi paytlarda mana shu siz biz turgan joy, mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, bir tashlantiq joy qir adirlik edi. Hozir ko'ring, yangi O'zbekiston massivi paydo bo'ldi. O'zining infratuzilmasi birgalikda. Mana bolalar bog'chasi qurildi, tushapchirildi. Oilaviy poliklinika ishga tushirildi. Savdo markazlari ishga tushirildi. Bu hammasi yurtimizdagi tinchlik, barqarorlik, muhtaram prezidentimiz olib borayotgan ichki va tashqi dono siyosatlari, xalqimizga bo'lgan e'tibor, xalqimizga bo'lgan hurmat va g'amxo'rlik deb bilamiz. Nafaqat bizning tumanimiz, O'zbekistonimizning barcha tumanlarida, viloyatlarda hozir qurilish maydoni desak bo'ladi. Chunki mana shu yangi uylarda qancha oilalar yangi uyga ko'chib o'tib, uyli joyli bo'lishdi, uy to'y joylarini qilishdi. Albatta bundan xalqimiz muhtaram prezidentga juda minnatdorlar. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, viloyatda 2 mingdan ortiq obyektlarda amalga oshirilayotgan qurilish ishlari eng avvalo inson manfaatlariga qaratilgani holda olib borilyapti.